Bizcha so'ragan ko'kalamiz uchun. Yili necha aka buni? 2010-yil. Mana salonlarning holati. Qancha yurgan bu aka? Monitorlar, barlar qo'yilgan. Chexol, polik yangi ekan-da. Yomon emas. 123 ta yurgan. Tonirovka ruxsat bormi aka? Bitta bagajni ham oching qani? 600 nomerlarda. Keyin kolonka 65 talik bombacha turibdi. Kamerachalar ham bor ekan. 4 ta yangi balon qo'yilgan. Juda ham chiroyli holatda turibdi mashina. Yomon emas. Bu nima kamchiligi bor aka? Kamchiligi pul berib haydash kerak. Bu tonirovka ruxsatlar bormi? Tonirovka ruxsat qo'ygan. Gaygachami o'zi? O'zi gaygacha. O'zi gaygacha. Nima kamchiligi aka? Kamchiligi yo'q, mashina to akkumulyatorgacha yangi qo'ygan. Yili necha dedingiz? 10 dedingiz, ha? 2010. Nech pul uni bo'lishi? Bo'lishi 3,5 ming. Bo'lishi. Ya o'tib berasizmi? Yaxshiroq odamsa borma, yana o'tasizmi? Taqalganini aytdingiz, shu uchun oxirgisini aytdik. Nima kam ko'z bu? Kam ko'sti yo'q, faqat haydash kerak.